Har bir yo'l yangi imkoniyat dedi. Hurmatli obunachilar, bizlar yangilik qilishdan hech qachon charchamaymiz. Hozirgi yangiligimizni aytib o'tadigan bo'lsam, 12 yo'l soldini chaqirasiz, Qirg'izistondan xohlagan joyidan chaqirsangiz 100 so'm bilan boradi. Ya'ni 4000 emas, 5000 emas. Beyannoz batafsil tushuntirib o'tadi. Hozir Rahmatjon Sanmayga. Hozir rostga aytibmiz o'zi. O 100 so'm xabaringiz yo'q. Bo'stondan 100 so'm bo'ldi, Qirg'izistondan 100 so'm bo'ldi. Endi sizga biroz ayting. Ha. O ko'pchilik odam aytib yotdi, Qirg'izistonda Rahmatjon boshqa 12 yo'l soldin dedi. Qirg'izistonda xudo xohlasa obunachilar o'zlarimiz yana 12.36 da. Agar qo'shiluvchi mashinalar bo'lsam, qo'shilish imkoniyatlari 12.36 da obunachilar. Qaranglar, 100 so'm ochdi obunachilar. 100 so'm. Rostdan ham 100 so'mmi? Rostdan ham 100 so'm. Sizga qo'shiladi, mashina kelaversin yaningizga. Mashina xohlagan 12.36 ga ursin, ekranda nomerlarni o'tsa aloqaga chiqaveradilar. Qo'shilish istagi borlar. Yana mashinalarimiz ham hozir bor, Cobalt ham mashinalarimiz. Xohlagan mashina obunachilar gap qo'shilish imkoniyati bor. Qirg'izistondan chaqirish endi 1000 so'm, 5000 so'm degan gap yo'q. 100 so'm aytgan obunachilar. Bir telefon olsalar 12.36 ga 100 so'm bilan eshiklarga boradi. Hurmatli obunachilar, eshikdan chiqasizlar, 12 yo'l solda telefon aytasiz, qo'ng'ishingizni uydan taksida borsanglar bo'ladi. Taksi 100 so'm bilan keladi, plus podarkisi bilan qo'ng'ishingizni uyga kirib borasiz. Gazini bosamiz, bizdan uzoqlashmang. Eng zo'r yangiliklarni video oxirida qo'yib boramiz. Bu bilan ham to'xtamiz. Ha, yana to'xtamiz. Podarklar ham bor onlayn. Xo'p, aytdim, podarklar ham bor, ha? Podarklar ham bor. Podarka necha bo'ladi shunda? 12 yo'l soldini chaqiradi. 12.36 ni chaqiradi. Men o'zi har kun bo'sh vaqtimda qo'shilaman 12.36 ga o'zim. Shu o'zimga tushib qolgan mijozim bo'lsa, aynan sovg'alarimiz bor mashinada. Zo'r sovg'alarimiz. Zo'r sovg'alarimiz bor. Aynan o'zim qo'yib boraman. Agar klientimiz tushishni xohlamasam, 100 lira bujir ham qo'yib beraman. Ha, bo'ldi. Podarkini kim beramiz? 100 so'm bilan borasiz, ham podarka berib berasiz. Ha, 100 so'm bilan ham boramiz, chaqirib. Hurmatli obunachilar, bu bir boshqa narsa, bu boshqa narsa. Ko'pchilik mijozlarimiz aytishi mumkin, pul rol o'ynamaydi deb. Nega pul rol o'ynamaydi? Chaqirasiz 100 so'm bilan yanasa keladi. Qo'ng'ishingizni uyga borasiz, plus podarkasi bilan borasiz. To'g'rimi? To'g'ri. 100 so'm obunachilar Qirg'izistonda endi почти tekin desam bo'ladi mana. 100 so'm bilan ish kinsaldan boradi mashina.